Munojot Yo'lchiyeva haqida ijtimoiy tarmoqlarda noxush xabarlar tarqaldi. Bu haqda xonandaning o'zi nima deydi? Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. O'g'illarimga qattiqqo'l, kelinlarimga mehribon onaman. Qirolichalar sahnasida kuylagan ilk o'zbek xonandasi Munojot Yo'lchiyeva haqida gaplashamiz. 19 yoshida tanilgan, beayb sud zaliga chaqirilgan, qirolichalar sahnasiga chiqqan ilk sharq san'atkori, O'zbekiston qahramoni Munojot Yo'lchiyeva shu yil 63 yoshni qarshiladi. O'zbekiston qahramoni, xalq artisti Munojot Yo'lchiyeva hayotining 45 yilini katta sahnada o'tkazib, oddiy qishloq qizidan mashhur san'atkorlik darajasiga erishdi. San'at onamning orzusi edi. Munojot Yo'lchiyeva 1960-yili Andijon viloyatining Buloqboshi tumanidagi Shirmonbuloq qishlog'ida tug'ilgan. Oilada 6 qiz va 2 o'g'ilning 3-chisi bo'lgan. Munojotning otasi haydovchi, onasi esa dala ishchisi sifatida mehnat qilgan. Onam Muborakxon aya, Tanovar, Sunbula kabi xalq qo'shiqlarini xirgoyi qilardi. Ularning ovozlari nihoyatda shirali edi, ammo davr taqozosi bilan san'at yo'lidan ketmagan. Doim san'atkor bo'lolmaganimdan afsuslanaman derdi. Volidamning armonlari o'rnini mening yutuqlarim to'ldirganini keyinchalik o'zi xursand bo'lib ko'p takrorlagan. 8-sinfda o'qib yurganimda ustoz san'atkor Fattohxon Mamadaliyev tumanimizdagi madaniyat uyida ansambl tashkil qilib berish uchun taklif etilgan, ammo ijrochilar ko'pligi bois meni xonanda sifatida qabul qilishmagan. Raqqosalar kamligi uchun raqs tushish bilan shug'ullanganman. Dadam san'atsevarligimni ko'rib, ijrolarimni sevib eshitsa-da, bu kasbni tanlashimga hamisha tish tirnog'i bilan qarshi bo'lgan. Hatto akalarim ham ko'nmagan. Maktabni bitirish arafasida tog'am Abdulla Mavlonov uydagilarni, ayniqsa otamni bir amallab ko'ndirib, hujjatlarimni O'zbekiston Davlat konservatoriyasining vokal yo'nalishiga topshirishimga maslahat bergan, deydi Munojot Yo'lchiyeva. Do'stingning ham do'sti bor. Onam Muborakxon bir umr uy bekasi bo'lgan bo'lsa-da, aqlli ayol edi. Ro'zg'or tutishiga qo'ni-qo'shnilarining havasi kelardi. Ba'zi ayollar ro'zg'ordagi kamko'st haqida aytsa yoki erini yomonlasa jahli chiqardi. Ro'zg'orning kamko'stini yashirish ayol kishining vazifasi ekanligini uqtirardi. Puling yo'q desang yo'q bo'lib ketaveradi. Bor deb shukrini qil, Alloh yetkazadi deb tanbeh berardi. Otam rahmatli esa bu qiz bolaning ishi, bunisini o'g'il bolaniki deb ajratmasdi. Onam qizlar og'ir ko'tarmasin desa, otam o'rgangani o'ziga yaxshi, bir kun asqatadi derdi. Haqiqatdan ham oilamizda tarbiyalangan qizlar suvoq ishlarni ham, g'isht qo'yishni ham, egat chopishni ham yaxshi biladi. Keyin onam rahmatli, siringni o'zingdan boshqa bilmasin, do'stingning ham do'sti bo'ladi deb uqtirardi. Shu yoshga kirib bu gaplarning hayotda nechog'lik ahamiyatga ekanligiga amin bo'ldim. Ovozingiz to'g'ri kelmaydi. San'atkor bo'lish umidida institutga imtihon topshirgan Munojot Yo'lchiyevaning hafsalasi pir bo'ldi. Chunki unga imtihon vaqtida ovozingiz opera xonandaligiga to'g'ri kelmaydi, deya vokal yo'nalishiga o'qishga qabul qilishmaydi. Shu payt O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Shavkat Mirzayev ovozingiz ustida ishlab maqomcha qilishim mumkin deydi. Musiqadan bexabar bo'lgan Munojot an'anaviy maqom ijrochiligining 2 yillik tayyorlov bo'limiga o'qishga qabul qilinadi. Sharof Rashidov nazariga tushgan yosh ijrochilar 1980-yilning 9-fevral kuni Nazm va Navo ko'rsatuvida bir qancha yosh ijrochilar Munojot va Ushshoqni ijro etishadi. Mazkur loyihadagi chiqishdan keyin 19 yoshli Munojot el nazariga tushadi. Xuddi shu ko'rsatuvni ko'rgan O'zbekistonning o'sha vaqtdagi rahbari Sharof Rashidov maqom yo'nalishida kuylaydigan yoshlar bor ekan-ku, shu qizlarni maqom ansambliga ishga olinglar deya ko'rsatma beradi. Maktabni bitirgan yilim akam Abduhoshim Germaniyaga harbiy xizmatga jo'natilgan. Ketishdan oldin dadamga qizingizni Toshkentga jo'natmang deb qattiq tayinlagandi. Xullas Toshkentga ketganim akamdan sir tutilgan. Tayyorlov kursida o'qiyotganimizda Alisher Navoiy hazratlarining tavallud kuni munosabati bilan televideniyada Nazm va Navo kechasi o'tkaziladigan bo'ldi. Jonli efirda bir guruh talabalar bilan chiqib Alisher Navoiy go'zallari asosida qo'shiq ijro etganmiz. Aksiga olgandek chiqishimni Germaniyada xizmat qilayotgan akam ham ko'rib qolgan. Bir kuni akamdan xat keldi. Qo'rqib ochsam, senga to'sqinlik qilganim uchun kechir singlim. Chiqishingni televizorda ko'rib faxrlandim. San'atga sendek iqtidorli yoshlar kerak deb yozilgan ekan. U paytdagi ota-onamning quvonchini tasvirlab bera olmayman. Ism sharifimiz yozilmagani uchun ota-onam men ekanligimni shubha qilishgan ekan, deydi Munojot Yo'lchiyeva. Maqomdan voz kecha olmayman. U 1980-yilning yozida 2 yillik tayyorlov kursini tugatgach, O'zbekiston Davlat konservatoriyasining maqom yo'nalishiga o'qishga kiradi. Oliy o'quv yurtida tahsil olayotgan Munojotga Moskva Davlat konservatoriyasiga borib, opera yo'nalishida tahsil olish zarurligini, keyinchalik Italiyada amaliyot o'tashi mumkinligini, maqom esa san'at sohasida kelajaksiz yo'l ekanligini uqtirishadi.
Ammo bu taklifni rad etib, maqom yo'nalishidan voz kecholmayman. U mening muhabbatim, deya qat'iy javob qaytaradi. Iffatimni yo'qotganligim haqida gap so'z tarqalgan. Munojot maqom ansamblida ish boshlagan ilk yillarida u va ustozi Shavkat Mirzayev to'g'risida turli gap so'zlar tarqaladi. Uni eshitgan yosh xonanda yig'lab yuboradi. Bu gaplarning tarqalganiga 2 oydan ortiqroq vaqt bo'lgan ekan. Bu gaplarni gapirish qanchalik og'ir bo'lmasin aytaman. Bu haqda shu kungacha birorta intervyuda aytmaganman. Iffatimni yo'qotganligim haqida gap so'z tarqalgan ekan. Bunga sabab menga ko'proq e'tibor berilyapti deb hisoblashgan. Aslida murabbiy hammaga birdek ishlaydi, faqat ba'zilar mashg'ulotlarni tezda o'zlashtirib oladi. U paytlarda bemalol rahbariyatga chiqish u qadar qiyin bo'lmagan. O'zimni yomon his qilganman. Nahotki bir ansamblda ishlab yurgan aka-opalarim men haqimda shunday deb o'ylashyapti deb yig'laganman. Afsuski, o'sha kuni meni rahbar qabuliga kiritishmagan. Ertasi kuni ishga borsam shov-shuv. Davlat rahbari qabuliga kirmoqchi bo'lganim haqidagi xabar yetib kelibdi. Shunda ansambl direktori meni qabuliga chaqirib, ustozimni rahbarlik qilolmaganlikda ayblashgani va u o'z arizasiga ko'ra ishdan ketayotganini aytdi. Shunda men ishda qolmasligimni, haqiqatni ayta olmagan hamkasblar bilan ishlamasligimni aytganman. Mana shu voqeadan so'ng Toshkentdan bosh olib qishloqqa ketishni va turmushga chiqib, aytilgan gaplar bo'xtondan bo'lak narsa emasligini isbotlashni niyat qilganman. Shunda davlat amaldorlaridan biri ishonch bildirib, boshqa jamoa bilan ijodni davom ettirishim tayinlagan, deydi san'atkor bir intervyusida. Qirolichalar sahnasiga chiqqan ilk o'zbek xonandasi. San'atkor ilk bor dunyo sahnasiga 1995-yilda Fransiyaning De La Ville teatrida o'tkazilgan festivalda chiqadi. Shundan keyin u ushbu davlatga 20 martadan ko'proq tashrif buyurib, Fransiyaning deyarli barcha shaharlarida chiqishlar qiladi. Munojot Yo'lchiyeva Amerika, Angliya, Yaponiya, Xitoy, Koreya, Hindiston, Italiya, Shveysariya, Braziliya, Germaniya, Ispaniya, Belgiya, Rossiya, Hindiston, Daniya singari davlatlarning mashhur sahnalarida ham qo'shiq kuylaydi. 20 yillar avval Londondagi Elizabeth Hall, ya'ni Qirolichalar sahnasi degan hashamatli san'at saroyida konsert berganimda tashkilotchilar va tarjimonlar Sharq mamlakatlaridan birinchi bo'lib bu yerda siz kuylayapsiz. Shu paytgacha hech kim ushbu sahnada chiqish qilmagandi, chunki hammaga ham ruxsat berilmaydi deyishgan. Geografik jihatdan katta bo'lgan mamlakatlardan Kanada va Avstraliya sahnalarida turib, mumtoz qo'shiqlar kuylash orzuim bor. Nasib etsa, bu maqsadlarim ham kun kelib ro'yobga chiqar degan umiddaman, deydi maqom qirolichasi. Munojotdan yor-yorgacha dunyoning ko'plab mamlakatlarida turli konsertlarda qatnashgan Munojot Yo'lchiyeva intervyularining birida xorijlik muxlislari asosan qaysi qo'shiqlarni qayta-qayta aytishni talab qilgani haqida shunday degan: "Chet elda og'ir va salobatli qo'shiqlarga talab juda yuqori. Angliyada konsertlarimning birida 45 yoshlar chamasidagi ayol dastur boshlanmasdan oldin yonimizga kelib, siz bugun kim keyin, kim ilgari qo'shig'ingizni ham aytasizmi deb savol berdi. Unga yuzlanib, bunday qo'shig'im borligini qayerdan bilasiz desam, CD diskingizni xarid qilganman. Shu ijroingizni takror eshitib zerikmayman, dedi. Uning fikrini hurmat qilgan holda kim keyin, kim ilgari qo'shig'ini konsert rejasiga kiritganmiz. Xorijliklarning qaysidir biri chustiy g'azallar bilan yaratilgan qo'shiqlarimni yoqtirsa, ayrimlari munojotni, yana boshqalari milliy folklor namunasi yor-yorni so'rashadi. Qisqasi, barcha ashulalarimning o'z muxlisi bor. Har doim ovoz, musiqa va so'z bir-birini to'ldirib borsa, tinglovchini befarq qoldirmaydi, deydi Munojot Yo'lchiyeva. Poraxo'rlikda ayblanib 2018-yilning dekabrida Munojot Yo'lchiyeva sud majlisiga chaqiriladi. Gap shundaki, bir talaba yigit Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga kiritib qo'yishini va ijodiy imtihondan Munojot Yo'lchiyevaga aytib yuqori baho olib berishini va'da qiladi. Buning uchun evaziga esa 2 nafar abituriyentdan 12 ming AQSh dollari talab qiladi. Kelishilgan miqdordan 4 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtida qo'lga tushadi. O'sha voqeadan juda jahlim chiqdi. An'anaviy xonandalikda umuman daxli bo'lmagan konservatoriyaning sobiq talabalaridan biri Munojot Yo'lchiyeva bilan gaplashib, o'qishga kiritib qo'yaman deya bir abituriyentdan kelishilgan holda pul olgan. Eng qizig'i, u paytda men Germaniyada xalqaro festivalda edim. Ijodiy safardan qaytsam sudga chaqirishdi. Voqeadan xabar topgach, karaxt bo'lib qoldim. Mana shunday holatlar beayb insonning yillar davomida misqollab yiqqan hurmati, obro'siga putur yetkazadi, deydi ustoz san'atkor. O'g'illariga qattiq qo'l, kelinlariga mehribon onaman. 1982-yili hind va urdu tillari bo'yicha mutaxassis Hurmatullo Bo'riyevga turmushga chiqqan san'atkorning Muzaffar va Shuhrat ismli farzandlari bor.
Munocat Yo'lchiyevaning shaxsiy arxividan. Oilada ham mehribon, ham qattiqqo'l onaman. Ich-ichimdan mehr tuysam-da, ikki o'g'limga juda talabchan munosabatda bo'lganman. Bolaligimizdanoq mehnatkash va mehribon otamning qattiqqo'l, jiddiy tarbiyasi o'laroq mening xarakterimda ham shu jihatlar shakllangan. Farzandlarimga bergan jiddiy tarbiyam oqibatida Xudoga shukrki, ikki o'g'lim ham yaxshi inson bo'lib yetishdi. Ayrimlar kelin qizdek bo'lmaydi deydi, lekin men bu fikrga qo'shilmayman. Rahmatli qaynonam ham juda muloyim ayol edilar. San'atkor bo'lganim uchun xizmatlarini risoladagidek qila olmaganman. Bugun o'zim ham qaynonaman. 2 nafar shirinkina qizaloq Muborakxon va Malikaxonning buvisiman. Kelinlarim ham farosatli, zehnli deydi u. Hashamatni yoqtirmayman. Munocat Yo'lchiyeva ko'p daromad topsa-da, nihoyatda kamtarin hayot kechiradi. 10 yilga yaqin Matiz rusumdagi avtomobildan foydalanadi. Hozirgi mashinasi ham u qadar qimmatbaho emas, deyiladi xabarda. Bizda hozircha shu. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.